tibbiyot fanlari doktori, professor Xushvaqtova Nilufar Jo'raqulaman. Samarqand davlat tibbiyot universiteti lor kafedrasi mudiri, shuningdek Saudat Medical klinikasi rahbariman. Eng kuchli yuqori texnologiya bo'lsa chet el hisoblanadi. Chet elda yangi chiqqan jihozlar, оборудованиялар, imkoniyatlar yaxshi bo'lganligi uchun biz hamma vaqt yaxshi deb kelganmiz. Yosh ko'rinasiz-ku, nechinchi yilsiz opa? Nevaralarim bor. Rostdan. Shunday kasalliklarimiz borki, ularni oddiy tabobat usuli bilan davolashimiz mumkin, lekin ba'zi bir kasalliklarimiz bor, uni tibbiyot, faqatgina tibbiyot xirurgiyasi bilan, o'z dori-darmonlar bilan davolashga to'g'ri keladi. Shifokorni dorisi achchiq, tili qanday bo'ladi? Tili shirin bo'ladi. Hindistonlik talabalar bizda o'qishadi. Ular qanaqa bilim olishyapti? Rostdan ham O'zbekistonda bilim berish kuchlimikan? Ular bu yoqqa kelib o'qishyapti. Do'stona suhbatni mana yaqinda, to'g'risini aytsam, tanishdim, ko'rib, qiziqish bildirdik. Juma kuni 16:00 da jonli efirda do'stona suhbatni o'tkazib yubormanglar. Men bilan suhbatlashasizlar.